Jahondagi ishlarni bizdan angla. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi. Jahon ayniki. Jahon ayniki. Radio anlıqçı dostlar, jahondagi eng yangi qiziqarli ishlar, moda va fan texnika, ajoyib g'aroyib ishlar to'g'risidagi uchurlarni sizlarga yetkazib kelayotgan Jahon aynigi programmamiz yana sizlar bilan yuz ko'rishdi. Men riyosatchi do'stlar Mahliya Ibrohim. Bugun Jahon aynigida ayon bo'lgan mazmunlar qaysi mazmunlardir? Birlikda quloq sepib boqaylik. Bugungi jahon sayohatimizda vatanimizdagi o'zgacha qurilishlarni ko'rgili boramiz. Bolalar, yosh o'smirlarning ozuqlanish ahvoli va yemak-ichmak odati ularning sog'lom o'sib yetilishiga munosabatlik. Bolalarning samirib ketishimi ularning sog'lom o'sib yetilishiga ziyonli. Bugungi jahon paranglarimizda bu haqda anglaymiz. Tirik yutayotgan jonliqning hayot qilish imkoniyati bormi? Olimlarning bu vaqtdagi qiyoslarini bugungi programmamizda anglaymiz. Undaqda tövanda birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaydik. Vay, jahon sayoti boshlandi. Qadrli do'stlar, Hangju qo'ltiqi dengiz alqigan cho'ng ko'rikining umumiy uzunligi 36 kilometr. Cho'ng ko'rik qurilishiga tunji qitim manzara loyihalash hukmi kirgizilgan. Az shakllik agri siziq altida ko'rindi. Bu qurilish vatanimizga o'zgacha qurilishlarning birinchisi. Undan boshqa yana vatanimizga o'zgacha qurilishlardan Tarim qumliq tosh yo'li bor. Tarim qumluq tosh yo'lining Taklamakan qumliqining janubidan shimoligacha kesib o'tadigan umumiy uzunligi 562 kilometr. U dunyodagi ko'chma qumliqni kesib o'tadigan va tabiiy sharoiti nachar eng uzun tosh yo'l. Avtomobil haydab qumliqdan kesib o'tish uchun 5 soatdan ortiq vaqt ketadi. Ketib etib, qumliqdagi ajoyib manzarlarni va ming yillik to'g'raqlarni ko'rib bo'ladi. Wangshangyandagi Kanay-siman shota. Henan o'lkasi Wangshangyandagi egiz Kanay-siman shota Jungodagi birinchi muallaq shota deb nom olgan. Shotining egizligi 88 metr, 332 baldiqi bor. Tik yorning ustiga kapsharlangan. Kanay-siman shota ko'k taqashqan bo'lg'achqa uning ko'k munar degan nomi bor. Jangjaji Tianmen Tig'i aylanma tosh yo'li. Jangjaji Tianmen Tig'i aylanma tosh yo'lining palakka taqashgan yo'l degan nom bor. Umumiy uzunligi 10 kilometr. Cho'ng yo'lning ikki tarafi tik qiya, jilg'alar cho'nqur, 99 aymi bor. Bu yo'lning yana dunyodagi ajoyib manzarlik g'alati tosh yo'l degan nomi bor. Gavdalik tamg'a tosh yo'li. Guabi tosh yo'li tik qiya ustidan elangan. Tosh yo'lning Go'lyang bo'ligi 9-cho'ng mo'jiza deb atalgan. Dunyodagi eng xatarli tosh yo'llarning biri hisoblanadi. Bu qurilishni 70-yillarda kent aholilari o'zlari putkazgan. Muhitining xatarlikligi, jafoliqligi yo'l yasash tarixida kamdan kam uchraydi.
Aysay asma ko'riki. Bu ko'rik Xunanning g'arbidagi Aysay bozori tavasida. Ko'rik yuzining loyihalash o'lchami yer yuzidan 300 metr egizlikda. Umumiy uzunligi 1 kilometr. Bu ko'rik Aysay cho'ng jilg'isini kesib o'tadi. Kun danglatımız. Dostlar anlayatqanlar Canaynigi programmasi. Balalar yosh o'smirlarning oziqlanish ahvoli va yemak-ichmak odati ularning sog'lom o'sib yetilishiga zish munosabatlik. Yaqinqi yillardan buyon mushu davlatimizda o'quvchilar badan shaklining yetilish saviyasi davomli yuqori ko'tarilib, turli badan saposi ko'rsatkichlarida muqim holatda yaxshi taraqqiy qilish yuzlanishi ko'rildi. Lekin mayli yezlarda bo'lsin yoki shaharlarda bo'lsin, bo'dak balalar borg'ansir ko'payishga boshladi. Jungo balalarini kim samirtivatdi? Ziyorat davomida shu bayqaldiki, Jungo balalarning samirib ketishida yemak-ichmak omili bo'lib qolmay, yana psixik omil, bozorning yetaklashi qatorliq nurg'un omillarning ta'siri bor ekan. Shaharlardagi oliy turmush kechirish yezlarning tez sur'atda yetishib olishi. Bir turlik tadqiqot sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, o'tgan 40 yilda dunyoning har qaysi joylarida 5 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan semiz bolalar va yoshlar o'smirlarning soni 10 hassa ko'paygan. Dunyodagi nurg'unlagan rayonlarning bolalarga o'xshashla, Jungo bolalarimi samirib ketishdan qechib qutulolmagan. yili Beijing shahridagi o'rta boshlang'ich maktab o'quvchilarining salomatlik ahvolini tekshirish natijasida ko'rsatilishicha, butun shahardagi o'rta boshlang'ich maktab o'quvchilarining o'sib yetilish ko'rsatkichi turaqli bo'lib, yaxshi holatni saqlagan. 6 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan o'rta boshlang'ich maktab o'quvchilarining eg'irligi eshib ketish nisbati 15,9% ga, semizlik nisbati 16,9% ga yetib, ayrim holda butun mamlakatnikidan 6,3 va 10,5% point yuqori bo'lgan. Jiangsu o'lkalik kasalliklarning oldini olish, kontrol qilish markazining tunishtirishicha, yaqinqi yillardan buyon Jiangsu o'lkasida o'qish yoshidagi bolalarning salomatlik ahvoli yaxshilangan. Ozuqliq yetishmaslik bir qadar tuvan saviyani saqlagan. Ammo eg'irlik eshib ketish, samirib ketish kun sari eg'irlashgan. 2017-yilda 5-oyda e'lon qilingan tunji Jungo balalaridagi semizlik to'g'risidagi dokladdagi sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, yaqin 30 yildan buyon davlatimizdagi semiz bolalar borgan sari ko'paygan. Agar kuchab kontrol qilinmasa, 2030-yili davlatimizda 7 yosh va 7 yoshdan cho'ng o'qish yoshidagi bolalarning eg'irligi eshib ketish va semizligining tekshirishdan ma'lum bo'lgan nisbati 28% ga yetib, soni 49,480,000 odamga ko'paydi ekan. Jungo kasalliklarning oldini olish, kontrol qilish markazi ozuqliq va sog'lomlik o'rni o'quvchilar ozuqliq ishxonasining muavin mudiri Jang Chen mundaq dedi. Gerçi dehqonchilik rayonlarida bu nisbat bir qadar tuvan bo'lsa-mu, ammo yaqinqi yillardan buyon bu joylardami bir qadar tez ish yuzlanishi ko'rilgan. Sog'liq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, 1985-yildan 2014-yilgacha bo'lgan oraliqda davlatimizda 7 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan yoshlar, o'smirlarning semizligini tekshirib chiqish nisbatida tez eshish yuzlanishi ko'rilgan.
Bunun ichida shahardagi o'g'il o'quvchilar soni 30 yil oralig'ida taxminan 25 hassa oshgan. Yezlardagi o'g'il o'quvchilar soni taxminan 45 hassa oshgan. Amaliyotda ozuqliq eshib ketishmi bir turli kasallik. Mutaxassislarning bildirishicha, hozirgi zamon bolalarining yemak-ichmak qurilmasi an'anaviy asosiy ozuqlikdan yuqori xolesterinlik yemekliklarga yo'tkalgan. Ko'plagan bolalar yuqori yog', yuqori qand, tuvan taloliq yemaklik andisini yetildirgan bo'lib, mayda qo'rilgan yong'yu qalamchisi, shokolad, shakar tarkibi yuqori meva, qaymoqli tort, qiymaliq pechena bolalarga nisbatan notunush emas. Vaholanki nurg'ulg'an dalil isbotlardan isbotlanishicha, mundaq yemak-ichmak odati va yemak-ichmak qurilmasi bolalardagi noqqul oldagi semizlik yuqori xatar omilini keltirib chiqaradi ekan. Bir turlik tekshirishda ko'rsatilishicha, bir qadar ko'proq parcha pul xarjlaydigan o'rta boshlang'ich maktab o'quvchilari shakar tarkibi texmi ko'p bo'lgan ichimliklar, parcha yemekliklar, g'arbcha tez tomoqlar va yo'l bo'yidagi yaymalarda setiladigan issiqlik miqdori yuqori yemekliklarni iste'mol qiladi ekan yoki iste'mol qilgan. Ularning og'irlik eshib ketish va semizlik kasaliga giribtor bo'lish mumkinchiligi boshqa o'xshash yoshdagilardan 45% dan 90% kicha yuqori bo'lgan. Shahar bolalarining mayda qo'rilgan to'xu go'sht hamburg polkisi, yezi bolalarining ichimlik, lozliq nuqtasi qatorliqlar bolalarni kichik bo'daklar sepiga bir qadamdan boshlab boradi. Balalarning semizligi osonla ularning quramiga yetish bosqichiga ulinib boradi-da, quramiga yetgandan keyin osti xarakterli kasalliklarga giribtor bo'lish nisbatini texmi oshirib yetadi. Og'irlik eshib ketgan, samirib ketgan bolalarning yuqori qon besimi qatorliq osti xarakterli kasalliklarga giribtor bo'lish nisbati normal bolalarninkidan 4 tasi yuqori bo'ladi. Semizlik badan sog'lomligiga ta'sir yetkazib qolmasdan, og'irroq bo'lganda hatto ularning psixik sog'lomligiga ham ta'sir yetkazadi. Jiangsu o'lkalik kasalliklarning oldini olish, kontrol qilish markazi yoshlar o'smirlar sog'lomligini ilgari surish o'rnining boshlig'i Jiang Fengyan mundaq deydi. Bolalarning samirib ketishi yurak qon tomir sistemasi, ishki ajratma sistemasi, nafaslanish sistemasi va jigar, harakatchan so'ngaklar, psixik harakatlar va bilish aqliy iqtidoriy qatorliqlarga xavf elib keladi. Semizlik paydo bo'libla qolsa, badan og'irligini aniqlatish nisbatan tezki to'xtaydi. Shunga oldini olishni asos qilgan yetakchi prinsipni izchillashtirib, balduroq kichik vaqtidan boshlab tutish qilish kerak. Bo'dak bolalar ilmiy parvarish qilishga jiddiy muhtoj. Jongo kasalliklarning oldini olish kontrol qilish markazi ozuqliq va sog'lomlik o'rnining kandidat tadqiqotchisi Shu Weishing mundaq dedi. Kasallik va irsiyat omilini chiqarib atganda ko'p yeyish, oz harakat qilish semizlikni keltirib chiqaradigan asosli sababdir. Yeyish bilan harakat tampon bo'lganda sog'lomlikni saqlag'ili bo'ladi, dedi Jiang Chen. U mundaq qaradi. Ota-onalar bolalarni sirt harakat qilishga faol yetaklashi, ularni parnikdagi may siqib qo'ymasligi kerak. Sirt harakat qilganda ultra binafsha nur vitamin D ning hosil bo'lishini ilgari suradi. Bu so'ngak ko'rish quvvatiga foydali. Jiang Fengyan bularni bildirdi. Aile boshliqlari bolalarning televizor ko'rish, to'rga chiqish vaqtini kontrol qilishi, bolalarni ko'proq harakat qilishga yetaklashi, bolalarni hamisha kichik hamrohlar bilan taqqa yomishish, suv uzish, to'p o'ynash qatorliq tantarbiya faoliyatlariga qatnashishga, jimjit o'tirib qiladigan faoliyatining vaqtini azaytishga ilhomlantirishi kerak. Bolalarning semizlikdan saqlanishida ilmiy ozuqlanish tarbiyasi berish kam bo'lsa bo'lmaydi. Jiang Fengyan mundaq deb qaradi. Balalar va oila boshliqlari ba'zi ozuqlanish bilimlarini egilab, muvofiq tamoqlanishga ahamiyat berishi kerak. Navbatda, davlatimizning ilmiy ozuqlanish qarshi tarbiyasi texi yetarli emas. Ko'p qism maktablarda yoshlar, o'smirlarning ozuqlanish darsi ta'sis qilinmagan. Beijing kasalliklarning oldini olish kontrol qilish markazi ozuqliq va yemaklik tozaligi o'rnining boshlig'i Zhao Yang munolarni bildirdi. Ko'plagan oila boshliqlari bolamiz tomoq tanlaydi deydi.
Buning manbasi oila boshliqlaridami o'xshash masala mavjud bo'lib, buning yoshirin holda bolalarning yemak-ichmak odatiga ta'sir ko'rsatganligida. U mundaq taklif berdi. Oila boshliqlari yemekliklarning ozuqlik qiymatini muvofiq baholab, bolalarga ulgu bo'lishi kerak. Күнді аңлатымыз. C'est l'histoire noir et blanc, un détail qui me reprend. Tourne, elle tourne sur le temps, sur cette terre que j'entends. La 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 la. J'entends la 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 la. Et les pas me reviennent. Elle conduit et je traîne un sourire. Quel me t'en faudrait que je me lance, mais j'attends. La 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 la. J'entends la 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 la. La li la 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 la. J'entends la 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 la. C'est l'histoire noir et blanc. J'aurais dû te dire tant. La 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 la. C'est quoi ton nom dans un soupir? Qu'est-ce qu'on a de plus? Qu'est-ce qu'on a de pire? Qu'est-ce qu'on attend pour qu'on s'attire? On est bien jeune pour se tenir. Moi je te regarde et je me sens bête. C'est pas des blagues, c'est ta silhouette qui prend mon âme, qui me prend la tête et me désarme de tout le reste. Et suis-moi que je paye un café. Peut-être sur le chemin, je te trouverai une jolie rose. Pas trop foutu cette terre qui m'a perdu. La 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 la. Ce la 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 la.
Anlayatqanlar Merkez Xalq Radio Stansiyasının Cahan Eynigi programmasi. Kittirik yutayotgan odamning hayot qilish imkoniyati bormidi? Meningcha, qo'nchaqlarda shuningdek mushu cho'chak rivoyatlarda tasvirlanganida albatta hayot qoladi. Chunki shaxsan mening esimda bor mushu yog'och qo'nchaq Pinosoning mushu kit yutayotgandan keyin shu joyda uydan birini yasib olgan bo'lsa bilan uchrashganligidek mushundaq bir ko'rinish bor emasmi? Haqiqatan shundaq bo'lamdi? Biz davomidagi mazmunlarimizga qarab buning javobini topaqaylik. Ba'zi kishilar dengiz okeanga talpinadi. Zumratdek ko'k osmonda bepoyon dengiz okeandan zo'q qilish kishiga ko'ngil ozodligi beg'ishlaydi. Biroq dengizning usti teptinish bo'lgan bilan dengiz ostida zo'r sondagi jonliqlar yashaydi. Bularning orasidagi eng cho'ng hayvon dal kit. Kitning uzunligi necha metrdan necha 10 metrgacha keladi. Undaqda agar bir odam kitga yo'l qilib qolsa, hayot qola olamdi. Kit burutliq kit va tishliq kit deb ikkiga bo'linadigan bo'lib, sut emgich hayvon hisoblandi. Bak ichirqab ketgan vaqtni hisob qilmaganda, ular odatda osonlikcha insonlarga hujum qilmaydi. Agar siz dengizda burutliq kitga uchrab qolsangiz, bak ansirab ketmasingizmi bo'ladi. Burutliq kit yo'g'on bo'g'ini bilan uning tishi yo'q, hazm qilish yo'li tar. Shunga odamni yutib yetolmaydi. Siz mutlaq bexatar degan gap. Biroq tishliq kit burutliq kitga o'xshash muloyim emas-chumi? Tishliq kitlar orasida nurg'un dongliq kitlar bor. Ularning ichida ishbar kit bilan yirtqich kit eng hujumchi keladi. Navada odam ishbar kitga uchrab qolsa, u dengiz suvi bilan qo'shib yolmay yutadi. Ondan uning tor hazm qilish yo'lidan o'tib, oshqozoniga kiradi. Uning oshqozonida yana texi boshqa jonliqlarmi bor. İşbar kitning oshqozoni faqat mexanik lo'mildash orqali yemekliklarni parchalaydi. Oshqozondagi jonliqlar bu o'tkaldan o'tgandan keyin oshqozon kirish eg'iziga kiradi. Bu yerning havo kelimati nacharroq. Bu yerda kuchli kislota va oshqozon enzimi ajralib chiqib yemekliklarni eritadi. Agar odamlar yetarli qo'g'dinish tadbiri qo'llanib, chiritishga qarshi kiyimlarni kiyib olgan bo'lsa, u chaqda kitning o'zini yondirib yetishini saqlasa bo'ladi. Bu jarayon iqinga qarshi uzish jarayoni bo'lib, suvning qarshilik kuchini yengib qolmay, yana nurg'un aniqsiz omillarga duch keladi. Agar oxirida kitning og'zida turib qolganda, u chaqda kitning qo'sqida qilib uxlashdan boshqa chora qolmaydi. Albatta bu jarayon butunlay bir faraz xolos. Chunki hozirga qadar dunyoda kitning insonlarni tirik yutayotganlik xabari chiqib boqmadi. Rost shunday ish yuz berib qolsa, shu kishining hayot qilish ehtimolligi nolga cheksiz yiqilishidir deb o'ylayman. Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi programmamiz musharda oxirlashdi. Programmamizning muharriri va kirishtiruvchisi Gulri Surat, mas'ul muharriri Eminjon Ismoil, nazoratchisi Nijat Abduqodir. Mikrofon oldida do'stlar Mahliya Ibrohim sizlar uchun xizmatda bo'ldi. Atki programmalarimiz texnik sarxil, at ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.
Ha kızım sen mi bu? Dadam şikanlarga bir neçe kur kiyim algandım. Adlardan tez yetkizishni avilanglar cuma. Maqul. Kızım al. Ara sizlarga yana biraz quvvat yemekliklarimi aldım. Hammasini bizning yurt taraflarda yo'q deydi. Men deyman, sening ayliqi. Sizning imdaydiganingizni bilaman, apa. Pulni buzib chashmadim. Dadam şikanlarning yeshim cho'ngib qoldi. Quvvat to'liqlab turguninglar yaxshi, apa. Kızım, mening sana demoqchi. Rozon bo'lgan usti jumras. Nechkindan keyin yesliga kiradi. Ha, bak yaxshi bo'pti. Ha, mana keldim. Ma'qul, apa. Hozircha jiddiy ishim chiqib qoldi. Keyin paranshayli, ha. Dadamga salom aytib qo'yamsa. Xo'sh. Hay balam. Mening shu sen bilan ko'proq paranglashib bor edi. Ota-onamiz bilan mungdashqinimiz ular uchun eng chong sovg'at. Kech soat 22dan 45 minut. Metro 4-liniyasining eng oxirgi bir isminasi. Li ustamning metro shofiri bo'lgan 15 yildan buyangi 789 qitimliq oxirgi isminasi. Kech soat 23dan 15 minut o'tgan vaqt. Lutfulla doktor bir jiddiy kasalning operatsiyasiga tayyorlik qilmoqda. Yarım saat burun Shimoliy aylanmada bir qitimliq og'ir qatnash voqeasi yuz bergan edi. Kech soat 1dan 8 minut o'tgan vaqt. Kechilik tahrir amdil bir maqolani tekshirib qo'ygan edi. 6 soatdan keyin bu maqola har qaysi tor bekatlarning bosh o'rinda e'lon qilinadi. Kech soat 4:30. Reym aka bir kunlik xizmatni boshladi. Bu shaharning cho'ng kichik nurg'un ko'chalarini supurib baqqan u boshqa yurtdan kelgan bo'lsa-mu, ammo bu shaharga muhabbati cho'nqur. Sahar soat 5:30. Bugungi tunji 58 yo'lning ko'cha avtobusi Shixoba avtobus bosh bekatining yo'liga chiqdi. Shofir ustamning eng yaxshi ko'radigani sahar quyoshining ufqdan chiqqanini yo'lda mang'ash kutib olish. Shahardagi uyqusiz kechalar. Men tirishdim, men baxtlik. Xayrlik sahar mehnatkash kishilar. Sizlar bu shaharning harorati va hayotligi. Jahondagi ishlarni bizdan angla. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi. Qonun liniyasi. Qonun liniyasi. Qonun bilimlerini öğreniş arqılı universal sapayınızda östürməkçi, logiklik tefekkür qilish iqtidarınızını aşırmaqçı, özünüzün hüquq mənfəətini qanun arqılı qoğdaş eňizni yetildirməkçi bolsanız, Qanun liniyasi programmamizni anglashni qo'ldan berib qo'ymang. Salom qadrli do'stlar, endi programmamizni boshlaymiz. Programmamizning asosiy mazmunlari tuandikicha. 7 odamning jiniga zamin bo'lib 20 yil qechib yurgan Laurongjiga sud etildi. Yaqinda Beijingning ba'zi joylarida tulki paydo bo'lib qolgan bo'lib, bu qonuniy javobgarlik chetilishi mumkin ekan. Madaniyat, ma'rif, tantarbiya, sahiya idorasi ustidan sudga arz qilgan amildor ayol oxirida qanday javobga erishdi? Aldamchi er to'yliq pul uchun 5 kunda 2 qiz bilan to'y qildi. Tuana dehqonlar bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
Şovang imtihanda saqtılık qilib maktabdan chekindirilgandan keyin maktab ustidan ari sunib mag'lub bo'ldi. Qadir aka davolanish sug'urtasini topshirmay turib idorasidan davolanish xarajatini otchot qilishni talab qildi. Undaqda u bu da'voda yengdimi? Tuanda delo misollari sahifasini aytamiz. Delo misol sayfimizga yetib keldik. 7 odamning jiniga zamin bo'lib 20 yil qechib yurgan Lavrongjiga sud echildi. O'z muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqt xabar berdi. 7 odamning jiniga zamin bo'lgan 20 yil qechib yurgan Lavrongjiga 12 ayning 21 kuni Jiangxi o'lkasi Nanchang shaharlik o'tir xalq sud mahkamasida sud echildi. Nanchang shaharlik xalq taftish mahkamasi qasddan odam o'ldirish jinoyati, tutqun qilish jinoyati va bulanchilik jinoyatidan iborat 3 turli jinoyat bilan Lavrongjini aybladi. Aradan 20 necha yil o'tgandan keyin Lavrongji qotillik delosida qanday rol o'ynadi? Hozir Lavrongjiga qartilgan dalil isbotlar qaysilar? 7 odamdan boshqa texnik ko'p qotillik delolari 12 ayning 21-22 kunidagi sud orqali tadrijiy oshkorlandi. 1999 yılı 7 ayının 23 günü Xefey'de yüz bergen qurolliq tutqun qilish delosi bütün memleketni zilzilaga saldi. Fazi Ying Yinjianhuani tutqun qilgandan keyin Yinjianhuani tezdan mol-mulkini topshirib berish imkoniyatiga ega qilish uchun Xefey shahri Liuan yo'lida yog'ochchi yollashni bahona qilib, yog'ochchi Lu Zhongmingni o'zi ijaraga olgan joyga aldab opirib, Lu Zhongmingni bog'lab, naq maydonda ushliq pichoq bilan Lu Zhongmingning qo'rsoq qismi dumbisiga sanjib qo'yib, Lu Zhongmingning kallasini kesayotgandan keyin jasadini to'nglatqiga selib qo'ygan. 7 ayning 23 kuni tushdan burun soat 10lar atrofida Yinjianhuaning oilasidagilarga yezib bergan qutqizib chiqish xatini topshirib olgandan keyin Fazi Ying uni o'ldirib etdi. Arqadan Yinjianhuaning ayoli Liu familikdan pul talab qilish jarayonida Liu familik saqchiga ma'lum qilib, amal qilib uni qo'lga tushirdi. Fazi Yingning to'rga tushishiga ergishib, uning qiz do'sti Lavrongji bilan qilgan necha qatimliq qotillik tutqun qilish delosimi saqchilar tarafidan tekshirib aniqlanadi. 1996 yilidan boshlab Lavrongji bilan birlikda Nanchang, Guangzhou, Wenju, Nanning, Xefey qatorliq joylarda ko'p qatim jinoyat o'tkazib, ko'p xil usullar orqali Lavrongji erlarni azdirgan. Orqadan ularni tutqun qilib, oilasidagilarni qaqti-so'qti qilib, pul-mol undirib olgan. 1999 yili 12 ayning 28 kuni Fazi Ying etib o'ldirildi. 2019 yili 11 ayning 28 kuni Lavrongji to'rga tushdi. Sotda ayıplıgıcı javobgar Lavrongji bilan Fazi Yingni qiz o'g'illik munosabati bor deb ayıplagan. 1996 yilidan 1999 yilgacha ikkilan tutqun qilish, qaqti-so'qti qilishni planlagan. Lavrongji ko'ngil ichish so'rinda hamroh xinim bo'lib, puldor kishilarni delo sodir qilish obyekti qilib, ayrim holda Jiangxi o'lkasining Nanchang shahri, Zhejiang o'lkasining Wenju shahri, Jiangsu o'lkasining Changzhou shahri, Anhui o'lkasining Xefey shahrida bulanchilik, tutqun qilish va qasddan odam o'ldirish jinoyati o'tkazgan. Delo yuz bergandan keyin Lavrongji Shueli qatorliq maxfiy ismlarni ishlatib qochib yurgan. Buningdan boshqa ayblaguvchi Lavrongjining Nanchang, Wenju, Changzhou, Xefeydan iborat 4 jinoyat paketini qasddan odam o'ldirish, tutqun qilish, bulanchilik qilish jinoyatiga chetishlik deb ayblagan. Ayblaguvchi organ ayblagan jinoyatni Lavrongji sudda e'tirof qilmagan. U ayni chaqda o'zining Fazi Ying bilan til biriktirib qilgan qasddan odam o'ldirish, bulanchilik qilish, tutqun qilish qilmishlarini o'zining maqsadi emas deb qaragan. Lavrongji o'zining Fazi Yingdan qattiq bezor bo'lganligini, oilasidagilarning Fazi Ying tarafidan tahdid selinganligini, o'zining ayni chaqda aran 19 yoshda ekanligini, Fazi Ying tarafidan aldanganligini aytgan. Lavrongjining iqror qilishicha, u do'stining to'y marosimida Fazi Ying bilan tanishgan. Fazi Ying uni aldab sirtqa chiqarib pul tepishga qistigan. 1996 yilidan 98 yilgacha u 2 qatim Fazi Yingning bosqinchiligiga uchirgan, 2 qatim bo'yidan ajrab ketgan. Uning deyishicha, Fazi Ying xatarlik odam bo'lib, o'zining saqchiga ma'lum qilmasligi va Fazi Yingdan ayrilmasligining sababi u Fazi Yingning oilasidagilardan o'ch elishidan ansirgan. Lavrongjining oshkorlanishicha, u qechib yurgan mezgilda xabardan Fazi Yingning etib o'ldirilganligini bilib, ko'nglida nihoyat xushal bo'lgan ekan. Buningdan boshqa ayblaguvchi ayblagan 4 deloga qarata Lavrongjining deyishicha, Changzhou delosida ziyonkashlikka uchirg'ich yo'q bo'lib, ular jami 75 ming yuanni bo'lib, orqadan Xefeyga qechib berib olgan ekan. Xefeydagi ziyonkashlikka uchirg'uchi yog'ochchining oila tavobatlari jinoiy ishlar qo'shimcha haq talab da'vosi qilib, taxminan 1 350 ming yuan to'lam talab qilgan. Lavrongji to'lam berishni xohlaydiganligini bildirgan, ammo uning barliq mol-mulki aran 30 ming yuandan oshadi ekan. Sotda Lavrongji ziyonkashlikka uchirg'uchining oila tavobatlari va oilasidagilardan kechirim so'ragan.
Lavrongjining ikkinchi aksi Lao Xingchaoning muxbirga deyishicha, Lavrongjining odam o'ldirib tutqun qilishga chetilganligidan xabar topgan 20 kun atrofida Lavrongji ilgari uydagi telefonga telefon qilgan. Ayni chog'da telefonni onasi olgan. Onasi Lavrongjiga "Sen jinoyat o'tkazing bilamsan" deganda, singlisi telefonni qo'yib etgan. Shuningdan keyingi 20 yil ichida Lavrongjining hech qanday telefoni yoki xetini topshirib ololmagan. Lao Xingchaoning qarashicha, Lavrongjining bu telefoni sinoq bo'lib, birinchidan u uydagilarning inkosini bilib boqmoqchi bo'lgan. Yana biriga oilasidagilar orqali soqchilarning tekshirish uchurlarini bilib beqish ekan. Lao Xingchaoning oshkorlashicha, delo yuz berishdan burun u Lavrongjining Fazing bilan aralashayotganligini biladi ekan. Lekin Fazingning shu joydagi dangli qor jamiyat a'zosi Firavin Yetta ekanligini bilmaydi ekan. Agar bilgan bo'lsa, cho'qim singlisini to'sib qoladi ekan. Lavrongji to'g'ri tushgandan keyin oila tavobatlarining o'ziga advokat taklif qilishini, qonun yordam beradigan advokat ishlatishni umid qilmaydiganligini bildirgan. Lao Xingchao mundaq degan: ilgari keyin bo'lib, uning uchun Wu Danhong va Zhou Chaoqing qatorliq advokatlarni taklif qilgan edik. Lekin Nanchang o'tir xalq sud mahkamasi uningga qonun yordam beradigan advokat taklif qilgan. Shunga biz taklif qilgan advokat e'tirof qilinmadi. 12 ayning 20 kuni muxbir Lavrongjining advokati Chen Tonghua telefon qilganda Chen Tonghua ta'siri cho'ng delolarni sud hay'atining muzokara qilib qaror qilganligini, hozir Lavrongji delosining ahvolini sirtqa oshkorlashga bo'lmaydiganligini aytgan. Advokat Zhou Chaoqing mundaq deb qaradi: Davlatimizning jinoiy ishlar da'vo qonunidagi belgilamiga asosan jinoyat gumondori javobgar muddatsiz qamoq jazosi, o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin. Oqlag'uchiga havola qilmagan ahvolda delo bejirish organi ondan qonun yordami apparatiga advokat avatib berishni uqtirishi kerak. Lekin bu delodagi javobgar Lavrongjining oilasidagilar deloni tahqiqlash bosqichida ilgari keyin bo'lib ikki advokatga Lavrongjini aqlashga havola qilgan. Nanjang o'tir xalq sud mahkamasining Lavrongjini aqlashining zaruriyati yo'q. Qadrli do'stlar, yaqinda Beijingning ba'zi joylarida tulki paydo bo'lib qolgan bo'lib, bu qonuniy javobgarlikka chetilishi mumkin ekan. O'z muxbirimiz Fazilat Arsan bu vaqt xabar berdi. Beijingning Fangshan kumush tulki o'nkuri, Mintugu Lingshan tog'i va Tanji ibodatxonasi qatorliq joylarda yaqinda orqa-orqadan tulkining izi paydo bo'lgan. Yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash mutaxassisi, qari yilpiz yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash punktining boshlig'i Lili naq maydonda tekshirish orqali bu bir necha tulkining yovvoyi hayvon emas, balki yaqinda boshqalar tarafidan xohlagancha qo'yib berilganligini bayqadi. U mundaq dedi: Ba'zi hayvonlar hatto jungoga tava turlardan emas. Ular xohlagancha dalaga qo'yib berilsa, shu joyning ekologiyalik tamponligini buzg'unchilikqa uchratishi mumkin. Fangshan kumush tulki o'nkuri o'nkurdagi stalaktit shaklining tulkiga o'xshaganligidan qo'yilgan nom ekan. Yaqinqi bir mezgilda kumush tulki o'nkuri atrofida oq tulkining paydo bo'lganligi to'g'risidagi xabar tezda tarqalib, nurg'un fotosurat havaskorlari taqib chiqib tulki qo'g'lashga boshlagan. Zhao Yongxing oq tulkini muvaffaqiyatli suratga tortib olgan. Tulkining butun badani oppoq, ko'zi nihoyatda nurliq, tenining uzunligi 1,5 metrdan oshadigan bo'lib, odamdan qo'rqmaydigandek qiladi. Undaqda bu oq tulki zodi nerdan kelgan? Qari yilpiz yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash punktining punkt boshlig'i Lili mundaq dedi: Bular cho'qim sun'iy usulda beqilgan, ondan tog'liq rayonda xohlagancha qo'yib berilgan bo'lishi mumkin. Bu oq tulki yana Shimoliy qutb tulkisi deb ataladi. U Jungodagi tur emas. Shunga Shimoliy Jungo rayonida yovi tanliklarning paydo bo'lishi hargiz mumkin emas. Yaqinda Lili yana Mintugu Lingshantig'i va Tanji ibodatxonasi atrofida ko'k tulki bilan qizil tulkini bayqagan. Uning deyishicha, ko'k tulkimi oq tulkiga o'xshash Jungodagi tur emas ekan. Qizil tulki garchi Beijing rayonidagi tur bo'lsa-mu, lekin Tanji ibodatxonasi atrofida paydo bo'lgan shu tulkining rangi, qiyofati, badan shakli va odamlarni ko'rgandagi inkosini tahlil qilish orqali bu qizil tulkini sun'iy usulda beqilgan deb hukm qilishga bo'ladi ekan. Lilining parazicha bu tulkilarni ba'zi savdogarlar yung teri ehtiyoji sababidan baxmichilikqa kirgizgan bo'lishi yoki bir qism shahar aholilari qiziqib to'rdan set olgan bo'lishi, keyin tulkini beqish absiz bo'lganligini bilgandan keyin ondan tog' o'rmonlikqa qo'yib bergan bo'lishi mumkin ekan. Lekin bunda qo'yib etish yerning ekologiyalik tamponligini buzib etadi ekan. Masalan, baxmichilik maydonidagi tulkida yaqin tuqqanlarni shalg'utlashtirish qatorliq ahvollar mavjud bo'lib, genning qalaymiqanlashini keltirib chiqarishi mumkin. Agar bundaq tulki dalada turib Beijing rayonidagi qizil tulki bilan shalg'utlashsa, qizil tulkining geniga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan boshqa, taqqa qo'yib berilgan tulkilar ilgari qo'tanni beqilgan bo'lib, tabiiy oziqliq tutish iqtidori yo'q ekan. Shunga ochliqdan o'lib qolmasalar, faqat uy qushlarini o'g'irlab yeyalaydi ekan. Bu yerlik aholilarning turmushiga ta'sir ko'rsatadi ekan.
Uningdan boshqa xohlagancha dalada qo'yib berish qilmishi qonunga xilof bo'lishi mumkin. Junxo Xalq Cumhuriyetining yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash qonunining 38-moddasidagi belgilamiga asosan har qanday tashkilot va shaxs yovvoyi hayvonlarni dalaga qo'yib berishda dalada yashashga muvofiq keladigan yerlik turlarni tanlashi, shu joydagi aholilarning normal turmush ishlab chiqarishiga qarshilik qilmasligi, ekologiya sistemasiga ziyon yetkazishdan saqlanishi kerak. Yovvoyi hayvonlarni xohlagancha qo'yib berib, boshqalarning jismoniyati, mol-mulkini ziyonga uchratgan yoki ekologiya sistemasiga ziyon yetkazganlar qonun bo'yicha qonun javobgarligiga tortildi. Junxo Xalq Cumhuriyetining Jinoiy ishlar qonunining 341-moddasida davlat nuqtali qo'g'daydigan e'tiborli xavf ostida qolgan yovvoyi hayvonlarni qonunsiz tutgan va o'ldirganlarga yoki davlat nuqtali qo'g'daydigan e'tiborli xavf ostida qolgan yovvoyi hayvonlar va ulardan ishlangan buyumlarni qonunsiz setib olgan, to'shigan va sotganlarga 5 yildan to'van muddatli qamoq jazosi yoki tutib turib emgak selish jazosi berildi. Qo'shimcha jarimani qo'yildi. Qilmishi og'ir bo'lganlarga 5 yildan yuqori 10 yildan to'van muddatli qamoq jazosi berildi. Qo'shimcha jarimani qo'yildi. Qilmishi favqulodda og'ir bo'lganlarga 10 yildan yuqori muddatli qamoq jazosi berildi. Qo'shimcha jarimani qo'yildi yoki mol-mulki musodara qilindi. Qadrli do'stlar, Ma'rif tantarbiya idorasi ustidan sudga arz qilgan nomildor ayol oxirida qanday javobga erishdi? Tuvanda bu vaqtdagi xabarim dehqonlarda bo'ladi. Qadrli do'stlar, 100 turani imtihonda birinchi bo'lib turibmi, ko'krakni rentgenga tushirmaganlik sababidan xizmatga qabul qilinmagan homildor ayol shu joydagi Madaniyat, Ma'rif, tantarbiya sahya idorasi ustidan arz qildi. 11 dekabr tushdan burun Xenan o'lkasining Shinshan shahridagi Shu xonimning homildorlik mezgilida ko'krakni rentgenga tushirolmaganlikdan xizmatga qabul qilinmay, shu joydagi Madaniyat, Ma'rif, tantarbiya sahya idorasi ustidan arz qilish delosini Shinshan shahri Yuanyang noyalik xalq sud mahkamasi ochiq sud echib qarab chiqdi. Shu xonimning aytishicha 2019-yili u Shinshan shahri Shifan rayonining takliflik o'qituvchi qabul qilishdagi salomatlik tekshirtishiga qatnashganda homildor bo'lganlikdan ko'krakni rentgenga tushirib tekshirtilmagan va oxirida qabul qilinmagan. Shifan rayonlik Madaniyat, Ma'rif, tantarbiya sahya idorasi shu xonimning salomatlik tekshirish doklati to'liq emaskan degan. Ahvolni ko'p qitim inkos qilib, natijasi bo'lmaganlikdan shu xonim rayonlik Madaniyat, Ma'rif, tantarbiya sahya idorasi va ijtimoiy sug'urta idorasi ustidan arz qilish qaroriga kelgan. Yeziqchi imtihonda 2, 100 turani imtihonda 1 bo'libmi qabul qilinmagan. Aloqador o'rinlar salomatlik tekshirish doklati to'liq emas deb qaragan. Bultur 7-ayda Xenan o'lkasi Shinshan shahri Yuanyang noyisidan kelgan shu xonim Shinshan shahri Pingyuan Shifan rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat idorasi bilan Madaniyat, Ma'rif, tantarbiya sahya idorasi birlashib tashkillagan 2-turkumdagi o'rta boshlang'ich maktab yasli o'qituvchisi qabul qilish imtihoniga qatnashgan. Oxirida shu xonim yeziqchi imtihonda 2, 100 turan imtihonda 1 bo'lishdek natija bilan salomatlik tekshirish halqasiga kirgan. U xizmatga o'ngishli kiralayman deb o'ylagan bo'lsa-mu, salomatlik tekshirish halqasida masala chiqadiganligini o'ylabmi baxmagan ekan. Shu xonim 8-oyda bir tutash salomatlik tekshirtganda homildor bo'lganiga 6 oy bo'lgan edi. Doktor uningga ko'krakni rentgenda tekshirsa bo'lmaydiganligini eskartgan. Madaniyat, Ma'rif, tantarbiya sahya idorasining yetakchi o'qituvchisining ruxsatini olgandan keyin shu xonim va boshqa bir necha homildor ayol ko'krakni rentgenga soldirmagan. O'ylamagan yerdan oxirgi hisobda o'zi va boshqa bir qancha homildor ayol qabul qilinmagan. O'qituvchi qabul qilish xodimlaridan so'raganda, ular salomatlik tekshirish doklati to'liq emaskan deb qabul qilmaganligini aytgan. Shu xonim bilan bir turkumda imtihon beruvchilarning salomatligini tekshirgan Shinshan tibbiy dashasi qarmog'idagi 3-doktorxonaning salomatlik tekshirish markazidagi bir xodim muxbirga biz faqat salomatlik tekshirishni uqtirish va qildirishga mas'ul odam ishlatuvchi o'rinning talabidan xabarimiz yo'q dedi. Salomatlik tekshiruvchilar, sizlarni homildor degan tug'u, homildorni qandoq tekshirgili bo'ladi? Sizlarning salomatlik tekshirishdan o'tgan o'tmaganliklarni biz belgilay olmaymiz. Biz faqat salomatlik tekshirish bilan ta'minlaymiz. O'tgan o'tmaganlikni odam ishlatuvchi o'rin bekitadi. Homildorlar tekshirtmaydi. Lekin odam ishlatuvchi o'rin uningga unimasligi mumkin. Bizning undaq ishlar bilan korimiz yo'q degan. Shu joydagi ma'rif tarmoqlari homildor ayollar jiddiy ish o'rniga chiqish talabiga yetolmaydi dedi. Shuningdan keyin shu xonim qatorliqlar shu joydagi ma'rif tarmoqlariga berib ahvolni inkos qilgan bo'lsa-mu, masala yanada hal bo'lmagan. Pingyuan Shifan rayonlik Madaniyat, Ma'rif, tantarbiya sahya idorasidan sog' idora boshlig'i ularga bu bir turkum o'qituvchilar ish o'rniga jiddiy ehtiyojliq. Homildor ayollar bu talabning huddisidan chiqa olmaydi dedi. Sog' idora boshlig'i
Xizmatga qabul qilindiganlarning mukammal salomatlik tekshirish doklati bo'lish talab qilindi. Biz uchun aytganda, imtihon berguvchilar layoqatli hisoblanadi. Zodi nima sababdan doktorxona tekshirmagan yoki o'zinglar tekshirtmadinglarmi, bu sizlarning ishinglar. Biz bilan munosabati yo'q. Biz homildor bo'lganliginglar uchun rad qilmadik dedi. Uningdan boshqa, homildorlik bir sezgur masala. Biz hozir muallimga jiddiy ehtiyojliq. Texi ishga tushmay tug'ut so'raydigan gap. O'quvchilar qanday qiladi? Kelgulik sizlarga kep qapti. Tug'ib bo'linglar, yana fursat chiqadi. Biz yana o'qituvchi qabul qilamiz. Ko'nglida bu ishqa tan bermagan shu xonim 9-oyda rahbarlarga nima uchun xizmatchi taklif qilish uqtirishida homildor ayollarning xizmatga kira olmaydiganligini bildirmaydi. Bu degan ayollarni kamsitganlik deb xat yozgan. Uzun o'tmay ular xizmatchi taklif qilish e'loniga asosan belgilangan muddat ichida salomatlik tekshirish doklatini to'liq tuzmaganlar salomatlik tekshirishida layoqatsiz deb qaraldi deb alayda belgilagan. Muxbirning tekshirish orqali payqashcha, Xinjiang shahri, Pyongyang shahri yezlarni bir gavdalashtirish ulgu ko'rsatish rayonining organ to'rida ko'rsatilishicha, 2020 yili 8-oyning 7-kuni e'lon qilingan yangi turkumdagi Pyongyang ulgu ko'rsatish rayonining 2020 yillik o'rta boshlang'ich maktab o'qituvchilarini oshkor taklif qilishdagi salomatlik tekshirish va baholash uqtirishida aniq qilib, homildor bo'lg'uchi ishdan burun xizmatchi xodimlarga o'zining ahvolini aytib tizimga oldirishi, rentgenni tekshirtmasligi kerak. Lekin bu modda 2019-yillik o'qituvchi taklif qilish uqtirishida tilga ilinmabdi ekan. Ma'lum qilinuvchilar salomatlik tekshirishida layoqatsiz deb qaraldi deb yozilgan. Muxbir yuqorqi ishki idoraning xizmatchilariga ko'p qitim telefon olgan bo'lsa-mu, lekin telefon ulanmagan. Shu xonimning vakolatchi advokati, Beijing Jingxi advokatlik o'rnining advokati Zhong Lan'an muxbirga munolarni bildirdi. İlgari homildor ayollar davlat organlari yoki davlat ma'murlari qatorida muomala qilinadigan kasbiy o'rinlarga imtihon berganda salomatlik tekshirish uqtirishida bir yurish qiliplashgan izohat bo'ladi. 2009-yili davlat ma'murlar idorasi maxsus hujjat chiqarib, ma'murlik imtihoniga tizimlatgan homildorlarning salomatligini qanday tekshiradiganligi to'g'risida javob aloqasi e'lon qilgan. Qonunliq usul bo'yicha salomatlik tekshirtish vaqtincha kechiktirildi. Bola tug'ib bo'lgandan keyin shartga uyg'un keladi. Rentgenga tushishdan bevosita radioaktivlik ro'shan ziyon paydo qilmaydigan bo'ladi. Shu chaqda rentgenga tushib salomatlik tekshirtish doklati layoqatli bo'lsa, ondan qabul qilishga bo'ladi. Bu natijadan shu xonim rozi bo'lmadi. Bu yil 11-oyda shu xonim oilasidagilar bilan Yuanyang noyalik sud mahkamasiga Pyongyang ulgu rayonlik tashkilot odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat idorasi, shundaqla madaniyat, ma'rif, tantarbiya idorasi ustidan ma'muriy arznoma sundi. Arznamada shu xonim sud mahkamasidan ishki javobgarning da'vogarni qabul qilmaslik qarorini bekor qilish to'g'risida hukm chiqarishni, qonun bo'yicha da'vogarni qabul qilish qarori chiqarishni talab qildi. Yuanyang noyalik xalq sud mahkamasi bu deloni sud echib qarab chiqdi. Undaqda deloni qarab chiqish jarayoni zodi qandoq bo'ldi? Mutaxassislar huquqiy daxl taruz qilinganligini sabab ko'rsatib, haq talab da'vos qilsa bo'ladi. Ishqa o'rlashish jihatda kamsitish qilmishiga chetilamdi yo'q, buningga sud mahkamasining hukmiga tayinish kerak. Shu xonimning vakolatchi advokati Zhong Lan'an muxbirga munolarni bildirdi. Pyongyang ulgu rayonlik madaniyat, ma'rif, tantarbiya sahiya idorasi sudda qattiq pozitsiya tutib, sud mahkamasidan shu xonimning arzini rad qilishni o'tindi. Sud mahkamasi shu maydonda hukm e'lon qilmadi. Mazkur idora sudda e'tiroz bildirib, bu delo ma'muriy delolarni qabul qilish doirasiga emas, balki haq talab talash tortishiga kirdi. Shu xonimning emgak to'xtami tuzish jarayonida paydo bo'lgan talash tortishni ma'muriy kategoriyaga silib, qonunga murojaat qilish usuli ro'shan xatolik deb qaradi. Buningga qarata advokat o'zining ko'z qarashini ifodaladi. Shu xonim madaniyat, ma'rif, tantarbiya sahiya idorasi bilan o'qituvchi taklif qilish kelishimi imzolamagan. Ularning qilmishi kelishimning cheklamasida bo'lmaydi. Shunga kelishimni bahona qilib, atalmish emgak kesimi chiqarish mumkin emas. Bu delo ma'muriy majroga tava bo'lib, ma'muriy da'vo bo'yicha delo qabul qilish doirasiga kiradi. Chunki konkret ma'muriy organ, ya'ni ishki javobgar, konkret ma'muriy harakat yurgizgan. Bundaq ma'muriy harakat takliflik xizmatga qabul qilinmasligini ko'rsatadi. Da'vogarga nisbatan aytganda, u bu delo bilan manfaat munosabati bor odam bo'lg'achqa, albatta ma'muriy da'vo qilish huquqliq. Lekin emgak qonunining nopozliq mutaxassisi Zhou Shangqining qarashicha, aloqadorlar taklif qilgan o'rin bilan emgak kadrlar munosabati o'rnatmagan. Shunga huquqiy daxl taruz qilishni sabab ko'rsatib, haq talab da'vosi qilsa bo'ladi. Zhou Shangqi mundaq dedi:
u hozir qabul qilinmadi. Taklif qilgan o'rin bilan shaxs o'ttirsida emgak kadrlar munosabati deydigan ish mavjud emas. Taklif qilish munosabati o'rnatilmagan. Bu xil ahvol amaliyotda huquqi daxl taruz qilish masalasidan iborat. Qonunda emgakchilarning ishga o'rinlashish jihatda barobar ishga o'rinlashish huquqidan bahramand bo'ladiganligi belgilangan. Shunga odam qabul qilguvchi o'rin zodi barobar ishga o'rinlashish huquqiga kapolatlik qildimi yo'q. Agar kapolat qilmagan bo'lsa, arz qilsa bo'ladi. Albatta, bu haq talab da'vosi qatoridagi ish. Rayonlik madaniyat ma'rif tantarbiya sahiya idorasi. Da'vogar ma'muriy da'vo qilganda eng uzun bo'lganda 1 yil bo'ladigan arz qilish muddatini o'tkazib o'tgan deb qaradi. Buningga qarata Jon advokat mundaq dedi. Bu 1 yil ichida yangi Tasman viruslik o'pka yolg'i yuqumi yuz berdi. Da'vogar tug'di. Bular taqobil turg'ili bo'lmaydigan ahvol. Shunga 4 oy vaqtni chiqarib etish kerak. Shunga bu muddatdan eshib ketmadi. Jon advokat yana mundaq dedi. Bu xil ahvol ostida faqat 2 oy atrofida vaqt eshib ketgan bo'ladi. Alayda mezgildagi 4 oydan ko'proq vaqtni chiqarib atganda qonunda belgilangan arz qilish mezgili ichida tamoman tushadi. Shunga arz qilish mezgilda emas deganda biz bu deloning alaydiligini, ya'ni taqobil turg'ili bo'lmaydigan omilni nazarga olish kerak deb qaraymiz. Oxirida rayonlik madaniyat ma'rif tantarbiya sahiya idorasi shu xonimni qabul qilmaslik qilmishi har qanday ma'muriy haq talab qonun nizomlariga xilof emas, aqlga muvofiq qonunliq deb qaradi. Buningga qarata emgak qonunining nopuzliq mutaxassisi Zo Shangchi mundaq qaradi. Bu delo qonunning ishga o'rinlashtirish jihatdagi kamsitish qilmishiga chetalamdi yo'q, yanala sud mahkamasi hukm chiqarishi kerak. Taylandda Tayland pulini dastlash ma'ni qilingan. Samoada erlarning ayolning tug'ilgan kunini unutib qolishiga ruxsat qilinmaydi. Singapurda sig'iz chaynash ma'ni qilingan. Endi diqqatingiz chet el qonunlaridan termilar sayfisida bo'lsin. Chet el qonundan termilar sayfimizga yetib keldik. Aldamchi er to'yliq pul uchun 5 kunda 2 qiz bilan to'y qildi. Hindistonlik 26 yoshlik bir er yaqinda qisqig'ini 5 kunda 2 xotin olgan. Biroq nihoyat tezla uning yelisi oshkoralanib qilib, uyini tashlab qochib ketgan. Ta hozirgacha izderki yo'qkan. Hindiston PTI axborot organining xabar qilishicha, bu er Indori Mosakedi rayonida o'ltirishliq bo'lib, u 12 oyning 2 kuni Kandiva ismli bir qiz bilan to'y qilgan. 12 oyning 7 kuni Indori Mogo rayonidagi yana bir qiz bilan to'y qilgan. Keyin tunji qitim to'y qilgan xotini yo'ldoshining yana bir ayol bilan to'y qilganligini bilib qilib, saqchiga delo ma'lum qilgan. Texnik qiziqarli yeri shuki, birinchi ayolning urug' tuqqanlari u erning ikkinchi qitimliq to'yga taklif qilinib qatnashgan. Natijada ular to'y marosimida to'y yigitining texi amdi o'zlariga kuyovul bo'lgan yigit bilan qo'yib qo'ygandek o'xshaydiganligini bayqagan va darhol yigitni suratga tortib, urug' tuqqanlarga avatgan. Shuning bilan bu erning chavsi chitqi yeyilgan. Egilinishcha, birinchi ayolning oilasidagilar sud mahkamasiga arz sungan bo'lib, erdan to'yliqni qaytarishni talab qilgan. Ularning deyishicha, ular to'y uchun 1 million rubli, taxminan 89 ming yuan xarjlagan ekan. Xabarda deyilishicha, birinchi ayolning oilasidagilar yana texi ikkinchi ayolni izlab borgan. Ikkinchi ayolning to'yini uning ota-onasi o'rinlashtirgan ekan. Hozir bu er qochib ketgan bo'lib, saqchilar hozir butun kuch bilan uni izlab yetibdi. Bu deloning tibki sababi shuki, Hindiston madaniyatida to'y qilganda qiz taraf to'yliq beradigan bo'lg'achqa, bu er dal shundan foydalanib, qisqig'ini bir qancha kunda 2 qiz bilan to'y qilib, ularning to'yliqini elib olgan ekan. Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi programmamiz musharda oxirlashdi. Programmamizning muharriri va kirishtiruvchisi Fazilat Arslan, mas'ul muharriri Eminjon Ismoil, nazoratchisi Nijat Abduqodir. Men do'stinglar Mahliya Ibrohim. Atki programmamiz ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.
Kech soat 22'den 45 minut. Metro 4. liniyasining eng oxirgi bir isminasi. Li ustamning metro shopiri bo'lgan 15 yildan buyangi 789 qitimliq oxirgi isminasi. Kech soat 23'den 15 minut o'tgan vaqt. Lutfulla doktor bir jiddiy kasalning operatsiyasiga tayyorlik qilmoqda. Yarım saat burun shimoliy aylanmada bir qitimliq og'ir qatnash voqeasi yuz bergan edi. Kech soat 1dan 8 minut o'tgan vaqt. Kechilik tahrir endi bir maqolani tekshirib qo'ygan edi. 6 soatdan keyin bu maqola har qaysi tor bekatlarning bosh o'rinda e'lon qilinadi. Kech soat 4:30. Reym aka bir kunlik xizmatni boshladi. Bu shaharning cho'ng kichik nurg'un ko'chalarini supurib baqqan u boshqa yurtdan kelgan bo'lsa-mu, ammo bu shaharga muhabbati cho'nqur. Səhər saat 5:30. Bugünkü Tunji 58 yo'lning ko'cha avtobusi Shixaba avtobus bosh bekatining yo'liga chiqdi. Şoför ustamning eng yaxshi ko'radigani səhər quyoshning ufuqdan chiqqanini yo'lda mang'ash kutib olish. Shahardagi uyqusiz kechalar. Men tirishdim, men baxtlik. Xayrlik sahar mehnatkash kishilar. Sizlar bu shaharning harorati va hayotligi. Apa, Ha, qizim, senmi bu? dadam shikanlarga bir necha qur kiyim olgandim. Atlardan tez yetkazishni avilanglar juma. Ma'qul. Qizim, Ara sizlarga yana biroz quvvat yemekliklarimi oldim. Hammasini bizning yurt taraflarda yo'q deydi. men deyman, sening ayliqi. Sizning nima deydiganingizni bilaman, apa. Pulni buzib chashmadim. Dadam shikanlarning yeshim cho'ngib qoldi. Quvvat to'liqlab turguninglar yaxshi, apa. Qizim, mening sana demakchi. O'zim bu yana ustijimi ras nechkindan keyincha yesliga kiradi. Ha, bak yaxshi bo'pti. Ha, mana keldim. Ma'qul, apa. Hozircha jiddiy ishim chiqib qoldi. Keyin paranshayli, ha. Dadamga salom aytib qo'yamsan. Xo'sh. Ay, balam. Mening shu sen bilan ko'proq paranglashib bor edi. Ota-onamiz bilan mungdashqinimiz ular uchun eng chong sovg'at. Jahondagi ishlarni bizdan angla. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi. Üzülmez çok keyfiyan